Assalomu alaykum tadbirkorlar. Shu biznes rivojlantirish banklarida shu tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkaziladi. Ish tajribasi bo'yicha bunda shu tadbirkorlar muammolarini eshitib, ularga qo'ldan kelgancha yechimini qilib beramiz. Kredit produktlarimizni taklif qilamiz. Hozir mana yangi prezident qarori chiqdi. Bu yerda ko'p xabar bormi yo'qmi? 385-sonli qaror chiqdi. Buni tanishlarga tavsiya qilsalaringiz ham bo'ladi. Deyarli 306 hamroh kredit chiziqcha portal.uz sayti orqali ariza beradi. Arizasini biz o'rganib chiqib, unga ijobiy qaror bersa, u o'qish jarayoniga o'tadi va farg'onaga borib o'qib sertifikat olgandan keyin biz unga kredit ajratib beramiz. 100 million so'mgacha garovsiz 7 ga 18% ajratiladi. Bu faqat ayollar uchun. Yangi ochilgan tadbirkorlarga ruxsat berdi. O'zi qaror bo'yicha Korxona ochganman mart oyida. Uyda sex bor, ishlaymiz biz. ariza topshiring. Skoringdan o'tgandan keyin bankka arizangiz tushadi. Bank xodimlari ko'rib, o'sha faoliyat joyiga boradi. Arizangiz to'g'ri tushadigan bo'lsa, uni 100 million so'mgacha garovsiz, uni eng kam shaxsni nevaralarigacha olish mumkin. Keyin mana nimachi, masalan, bitta yaqinimiz ochilgan, lekin farzandi bo'lganligi uchun to'xtatdi. Kredit chiziqcha portal.uz. Ya biznes nimani uzr. Hamroh.biznes chiziqcha portal.uz.